Assalomu alaykum, to'g'ridagi kitob anglag'uchi do'stlar. Biz Xalmurod Uyg'ur Elsoy yozgan Apamni izlab degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda o'qib Xalmurodning kartasini pul ilish mashinasining yutvaga yeriga kelgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Xalmurod, bu yerda nima ish qilyapsiz? deb birining kelib meni chaqirishni umid qilatdim. Uyg'urcha tovushlarni anglashga tashna bo'lgan edim. Uyg'urcha chiroyni ko'rishga, Uyg'ur ko'chalarida yurishga chanqigan edim. Odam to'lg'an ko'chada ketib berib, hatto cho'ldimi his qilmagan yolg'izlikni his qilmoqda edim. Yerimdagi pulni ishlatishga ko'zim qiymay, necha kun tomoqsiz yurdim. Eng arzon tayyor cho'p ilib yesammi, 2 haftagacha pul yetmaydi. Ishkirda o'qiyotgan vaqtlarimda apam avatib bergan posulkini sanduqimga sulab qo'yib oz-ozdan chiqarib yeytdim. Quruq uzum, qoq, badam, yang'oq, non degandek narsalar bo'ladi. Shundaq narsalar chiqib qoladigandek shikobimni qancha qitim aqtirib baqdim. Oshliqdan ko'zlarim qorong'ulashgan, qo'llarim titrashga boshlagan, mag'dursiz jismim uyqudan boshqani xolamas bo'lib qilyotdi. Atam bilan apamga telefon qilsammi ulanmaydi. Hech bo'lmasa ularning ovozini bo'lsin bir anglab olsam deb o'ylab yetib uyquga ketdim. Qozon cho'rsiga pöre qilib qo'ydim. Bingshangda muzdek tovuz bor. Ustigan bo'lsangiz shuni bir tilim yeviling. Atash yomon qursaqlik qilib yevolmisun beka. Tangnobing ba odam qursaqqa ba'zida diqqat qilmay qoldi deb atamga do'q qilib qasdan ovozni yuqori chiqarib gap qiladi apam. Endi shu ovozlarni tushlarimda ko'rmaganmi tas bo'lishga boshlagan edi. Xalmurod, Xitoycha, inglizcha bildigan bir tarjimon lozim bo'lib qoldi. Siz ishlash xohlamsiz? deb so'radi yig'ilishda tunishib qolgan chet ellik biri. Ko'zlarim yo'rib ketdi. Albatta xohlaydiganligimni bildirdim. Mening atisla deyilgan adresga kelib xizmat to'xtami qilishimni aytdi. Maoshning 2 haftada bir chiqadiganligini aytdi. Uningga oldin 2 haftalik maoshni berishni iltimos qildim. U bir hazo turayotgandan keyin "Bo'ladi, ata tayyor qilib qo'yay" deb keskinla javob berdi. Yaratquchim Allohga 1000 martaba hamdu sanolar aytgandan keyin 100 batdan ishib qolgan yonchug'imda ching siqib olgan 50 bat pulni qo'limga elib, Taylandning podshohining surati tushirilgan bu pulga qarab, ko'zlarimdan yoshlar to'kilib ketdi. Velosipedimni minib, Kechlik bozorning oshxonalar ko'chasidagi yiliqi musulmoncha kavobxonaga udul ketib boraman. Bir ziq kavob, 2 parcha non, bir qacha qitiq va salat dal 30 bat edi. Shu yerga qarab ketib boraman. Nam shamol yuzlarimni puvlamoqda. Turponning qurg'oq havosiga ko'ngan terilarim nam havoda bo'g'ilmoqda. Ruhim bo'lsa vatansizlikda bo'g'ilmoqda edi. Vatansiz inson uvsiz qushqa o'xshaydi. Uvsiz qushlarga uvsizligi yomg'irda, judunda bekrak bilinib ketadi. Vatansiz insonga bo'lsa sargardon bo'lganda bekrak bilindi. Chet elga chiqilyapsan, mushu bir chimdiq to'pini yining silib yur. Safarda bo'lsang sana hamrolik. Agar biror ishqa yo'liqib qolsang, ruhingga amonlik bo'lsin. deb bir siqim to'pini qo'l yog'liqiga yo'gab bergan edi dadam rahmatlik. Bir qo'lim bilan yonchug'imdagi qo'l yog'liqni ching siqib, vatan tuprog'ining puriqi singan olqinimni burnimning uchiga ilib kelib cho'nqur nafas oldim. Sarson ruhim, chanqigan dilim, echirqigan vujudim daqiqalik aromiga chiqqandek bo'ldi. Dadam rahmatlikning bu so'zlarining ma'nosini yillar o'tgan sari borgancha cho'nqur tushunayotgandek qilatdim. Birdilla yodimga onam keldi. Bichara onam har qatim telefon urg'unimda o'zining yig'isini qandoqmi tutib tura olgandi. 60 yillik rafiqasidan ayrilib, dadam rahmatlik o'z qo'lida loyihilab soldirgan uyda o'ltirib, dadam rahmatlik bilan birga aslimilar har bir bulungda qolgan mushu uyda yolg'iz o'ltirib, mening dadamni seg'inganligimni uningga deb o'tinishlarimni anglab, trubkani ching siqimdab, yig'isini qandoq kontrol qilgandi. Atamningmi shundoq bir azobga majbur bo'lishini xohlamay, uningdan inchikilab so'rashga petin olmadim.
Meyli manga deyishni xolmay yolg'on aytayotgan bo'lsa, toki manga degicha uningdan so'ramay degan qaror bilan otamdan opam to'g'riliq kallamga kelgan men eng qo'rqqan savollarni so'rashga petinolmadim. Endi qanday qilish kerak? Har qandaq masalaga yo'liqqanda so'g'aqqonlik bilan o'ylanish kerakligini ta'kidlaydi dadam rahmatlik. Hissiyotning keyniga kirib ish qilma, obdan o'ltirib o'ylan, zodi o'ylanolmasang uxla, uxlayolmasang hamma xiyollar kallangga keldi. Shu chaqda hamma narsani o'ylay olaysan. Uxlay olsang texi yaxshi. Chunki uxlab qopqanda texmu sagak va so'g'aqqan holda o'ylay olaysan, deb nasihat qiladi dadam rahmatlik. Dadam rahmatlik bilan billa ish qilgan odam dastlabda zerikib qoladi. Chunki dadam rahmatlik tartibga, turiga silib turib ish qiladi. Masalan, har yili qishda ko'mir tushirsak, ko'mirlarni cho'ng kichikligi bo'yicha tizib, o'g'ini bir yerga, gadirini yana bir yerga, cho'ng parchalarini yana ayrim bir yerga tizatdi. To'pisini suv bilan aralashtirib, ko'mzaq qilib tizib qo'yatdi. Dadam rahmatlikning ko'mirxonasi bilan o'tinxonasiga kirgan odam hayron qoladi. Chunki hech kimning ko'mirxonasi bilan o'tinxonasi undaq ratlik bo'lmaydi. Bu taz shifolikda oshiriydi, deb erkiltib qo'yatdi dadamni anam rahmatlik. Ularning bir-biriga qarashlaridan yillarning ojizlashtirilmagan muhabbatini his qilatdim. Ularning bir-biriga bo'lgan muhabbatini ifodalash shaklimi ajoyib edi. Kinolardagi bovay momaylarning romantik tansa o'ynashlarini ko'rmaydik, ammo ularning birga ish qilishi, yog'och supida paloq bilan chivin qo'rg'ash, putlarini uzun so'zib o'ltirib, "Avu hilim xaylamni ballarning hiniga ko'chib ketdi" deydi-ku. "Qandoqmi qilyotdikin tang? Bilakchilar gap chiqotun edi", deb gap boshlaydi anam rahmatlik. "Qavu hilim xayla? Nematkamning qo'shnachimi?" deb yandirib so'raydi dadam rahmatlik. "Hey, bilakchilar bilmas, savobsan-g'o. Xodunliqchu, kichik vaqtimda ashlarning beg'idan chilan o'g'irlab berdigan-g'o manga. Unutib qoldingmi?" deb paloq bilan dadamning dumbisiga urib qo'yatdi anam rahmatlik. "Qachonqi gaplarni qilyotsankin tong? Heliqi tuyanki maldikima? Hozirgacha bormikan u oylam?" deb hayronligida beshidagi do'ppisini ilib, beshini tatlab bo'lib, do'ppining ichidagi shapoq do'ppisini chiqarib, beshiga qayta kiyib, do'ppisini ustiga kiyib oladi dadam rahmatlik. "Opsi emas, ashu uyda o'ltirdigan. Qiyirgan siri untiqoq bu kitginni buning", deb do'q qiladi anam rahmatlik. Ularning shundoq mungdishib o'ltirishlariga men yondagi uyda shamolchining ostida o'tirib kitob o'qig'ach derazadan marab qo'yatdim. Oliy maktabni bitirdigan vaqtlarda ularning yonida turib o'tkazib olgan shu vaqtlarim eng xotirjam va eng yenik esimlardan bo'lib qolgan edi. Otam bilan opamning shundoq bilqirib, shundoq o'ltirib mungdishib ketishlarini ko'rishni bekmu orzu qilatdim. Ammo taqdir mening ashundoq orzularimni vayron qilmoqda edi. "O'g'lim, opashni Shechuninkilar o'qishga avtiyotgan", debla gapini yutyapti otam. Ovozdagi titrashdan bir xil shumliqni his qilyotdim. Otamning qandaqdir bir antikish, ting'irqash, hatto qo'rqinish ichida ekanligini ongqirolmaydim. "Pensiyaga chiqayotganlarga nima o'qishgan u?" deb so'radim otamdan. Texmo ko'p uchurga erishib amin bo'lish uchun. "Davlat tili bilan vatanparvarlik tarbiyasi. Demnima anoq ansirab ketmang. 1-2 oyda bir nima bo'lib qoldi deymina", dedi otam meni xotirjam qilmoqchi bo'lgandek. "Qandoq o'qishgan u? Telefon qilsam nimishqa olmaydi amsa?" deb so'radim otamdan yondiribla. "Telefonlarini tashlab qo'ydi. Apa g'izmaydikan u yerga", dedi otam. Ovozdagi titrash nimalarnidir menga tegusi bor, ammo gapining oyiqini yutib etishlari meni ansizlantirmoqda. Qandaqdir bir ishning bo'lganligidan shaba bermoqda edi. Otamga: "Ota,
Rost gap qiling. Opamga nima ish bo'ldi? Salomatligi yaxshidu. Opam hayotmi yoki dadamning musibat xabarini mendan yushirgan o'xshash bir narsani mendan yushiryaptamsiz? Deb so'rag'im keldi. Ammo tilimning uchiga kelgan shu xiyollarimni so'z do'lqinlariga aylantirmayla yutib Anaq bo'lsa telefon qil bo'lmamdimi? Deb so'radim otamdan. Voy o'g'lim, kengir ansirgidekmi ish yo'q. Boraman deganlar adamni opamaydigan iyaga. Jiq so'ravermisiniz a? Balla qandoq ketib bordi? Deb so'zning temisini yo'tkidi otam. Ammo mening kallam shu opamning nima ishqa telefonni olmaganligida edi. Opam hayotmidi? Yoki rostilla o'ginishga ilib ketilganmidi? Degan savol javob tepishim uchun meni uyqusizlikqa giribtor qilmoqda edi. Qanday qilishim kerak? Buni aniqlashim kerak. Bu savollarning qiynishidan qutulishning birdan-bir yo'li uningga javob tepish edi. Bir savolga yo'liqsam, uningga javob topmay turib, qo'lim boshqa ishga bormaydigan jahil mijozim bor edi. Bu mijozimning foydasini ko'p ko'rgan bo'ldim. Ammo tibobat o'qish jarayonida bu mijozim sababli bir savolga kirishib qilib, shuning javobini tepish uchun Google'siz davrda kutubxona yurib, o'qishmagan kitoblar dövsida o'milab qolguncha javob izlab ketishlarim yodimga kelsa, shundoq chog'larda yuz bergan voqeliklarni eslab, kulkilik ishlar ko'z oldimga qayta keladi. Staphylococcus atrofimizdagi muhitda eng ko'p uchraydigan patogen u yuqori nafas yo'li yallig'i yoki bir qism dermatik yallig'larning kelib chiqishini keltirdi. Ammo normal muhitda odatda odamning terisidami tepiladigan ko'p uchraydigan bakteriya. Shu chog'larda tuyuqsiz kallamga odamning terisidami uchursa, uningga tavqabul turishning eng unumli chorasi nimadu degan savol kelib qoldi. O'qishliq kitobimizda buningga oid mazmunlar yo'q edi. Shuning bilan maktabning kutubxonasiga kirib, patogenlarga, patologiyaga, mikrobiologiyaga oid kitoblarni aqtirishga boshladim. Maktabning kutubxonasining ostida o'g'inish qiladigan zal bor edi. Kunda atdiganda 3 ratda turib shu zaldan o'rin ilib qo'yatdik. U chaqlardagi o'qish atmosferasi haqiqatan o'g'inish xo'shyoqmas kishinimi ta'sirlantirib qo'yg'idek darajada quyuq edi. Shu muhitni yaxshi ko'ratdim. Sirtda nurg'un maktabdoshlarimning oldida g'amsiz, sho'x bolalarning obrazida ko'rinsam, u muhitda xuddi kelgusida cho'ng tadqiqotlarni ilib berish peshonasiga putilgan o'qish mastonasi, kitob xaltasi holatida ko'rinib qilishim tabiiy edi. Chunki atrofimga do'yilib olgan qilin kitoblarni ko'rgan har qanday biri meni qandaqdir irodalarda qandaqdir manzillar uchun tirishayotgan biri ekanligimni tasavvur qiladi. Ammo mening izlayotgan javobimning naqadar ahmoqona ekanligi keyin sirdosh do'stim bo'lib qolgan birining shu chog'da yenimdagi o'ringa kelib o'ltirib, dam ilish oralig'ida men bilan choy ichib o'tirgan vaqtda degan gapidan tunib yetgan edim. Nimanda qilin kitoblarni akilib oldingiz? Shularni o'qinyaptamsiz? Deb so'radi. Uningga kallamda o'ylaganlarimni amal bor oddiy tilda tushuntirishga tirishdim. Chunki u iqtisod boshqarishda o'qiydi. Tibobatga oid mazmunlarning eng oddiy tilda tushuntirmasam tushunmaydi deb qiyos qilgan edim. Ammo uning bir eg'iz gapi mening beshimga suvoq suv qo'ygandek bo'lgan edi. Xolmurod, siz munchiq tushmamsiz? Odamning terisida bakteriya bo'lsa, attir sopunda munchiq tushsangizda uni tozalay olasizgu, dedi. U nima masala haqida izlanayotganligimni bir qur bilgandan keyin, daqiqa tingirqab qolgandan keyin, o'ng'aysizlangandan keyin o'zimni tutib olmay kulib ketdim. Uning degani to'g'ri edi. Shu voqeadan keyin ikkimiz yaxshi do'stlardan bo'lib qolgan edik. U meni, "Xolmurod, hamdam xiyollik qilma undaq. Murakkab o'ylab ketadigan masala emas", deb doim shundoq savollar to'ziqiga o'zimni atqinimda tortib chiqarib oladi. Maktab bitirib men Urumchiga kelib do'stlik doktorxonasida ishlashga boshladim. Ammo uzun ishlay olmadim.
Chunki ichkirda o'qigan vaqtlarda tunishgan chet ellik do'stlarim Urumchiga sayohatga kelgan edi. Shular bilan billa bir qancha kun Urumchida billa bo'ldim. Ular qaytgandan keyin mening beshimga balo bo'ldi. Jiddiy qutquzishda ishlab 24 soatlik seminar tugatib, Şinjan Daşuning yonidagi o'ltiraq rayondan ijara olgan uyimga qaytib, karvatga beshimni amdila qo'yib turishimga, ishni chiqib kirgan dubulga savutliq saqchilar hash-bash tugicha qo'limni orqaga qilib, meni kishallab bo'lgan edi. Ko'zlarimni ochganimda miltiqning qop-qora tushigi beshimga to'g'rilangan holatda ko'rdim. Rostini desam, shu chog'dagi qo'rqinishni hozirgacha eslayalayman. Nim bo'ldi? Nim qilganimga menga bunda qilsizlar? Bu yerda qonun bordu, deb to'g'ladim, meni qo'pollik bilan yalab mengayotgan saqchilarga vaqirab. Kimdir biri kishalangan qo'limni orqaga kuchab tortib turib, "Menga ajim, shu qonun bor yerga opiramiz", deb yinidagi qurol tutgan dubulga savutliqqa qarab kulganligini ko'rgan edim. Kinolarda ko'radigan bundaq bir epizodning ichiga kirib qilishimni tasavvur qilishni xohlamaydim. Do'stlik doktorxonasining yenidagi bir tor ko'chaga joylashgan saqchixonaga ilib kelingandan keyin turpalliq bir saqchi tarafidan Tag'ritaq rayonlik tutib turish o'rniga ilib kelindim. Uning deyishicha, Sayopu rayonlik tutib turish o'rniga ilib bormoqchi ekandik. Ammo bo'sh o'rin bo'lmag'achqa Tag'ritaq rayonlik tutib turish o'rniga ilib borganmish. Chunki mening masalam ig'irmish. Menga o'xshashlarni ilib boradigan yerida o'rin qolmaganmish. Uning gaplaridagi popozidan, qo'rqitishdan cho'chigaydim. "Nima qilganimga masalam ig'ir bo'lib qoldi?" deb so'radim. "Borg'ani bilsan", dedi menga xuddi rostilla ko'ngil bo'layotgandek, yolg'on mehribonlik bilan. 10 kunga yaqin ilib berilgan so'roqdan bilganim shu bo'ldiki, mening chet elliklar bilan bo'lgan munosabatim gumonliqmish. Chet el bilan bo'lgan quyuq ilxat aloqam, chet elliklar bilan bo'lgan doimlik telefon aloqam ularning nazarida qandoqdir xatarlik bir ish ekan. Ularni har qancha tushundirsam-u, ularning tushungusi yo'qdek qiladi. U 10 kunlik so'roq jarayonida ko'rganlarimni yozsam balkim ayrim bir kitob bo'lib chiqishi mumkin. Ilgari Al-So'y asarlaridan tanlanma degan kitobimda shu kechmishimga munosabatli voqeliklarni anglagan va tasavvur qilganlar bilan birlashtirib yezib chiqqan bir qancha hikoya bor. Ba'zida shu hikoyalarni qayta o'qib o'zimni xuddi shu vaqtga qaytib kelgandek his qilib qolaman. Oqshimi qora bisib qoladi. U hayotimdagi eng qo'rqinchli vaqtlarning biri edi. Shu 10 kun bo'lmagan bo'lsa, men yurtimni tashlab chet ellarda sargardon bo'lib chiqib ketish qarorini uncha tantaklik bilan ololmas edim. Chunki yolg'iz bola edim. Ota-onamning holidan xabar olmasam bo'lmaydi. Dadam onamning yolg'iz o'g'lining o'g'li edim. Ularning tavutini ko'tarish menga tushgan eng aqalli farzandlik burch edi. Yo'g'on temir darvozaga keldik. Egiz tomning ustida kuzatish munori bor edi. Belvig'imni heshib oldi. Meni tomga qartib qo'ydi. Yerda siziq bor edi. Shu siziq belgilangan yerda turishim kerak edi. Tomdan echilgan kichik panjiradan harbiy kiyim kiygan Gundupay mening 360 gradus aylanishimga buyruq berdi. Balki shu tomning ichida rentigillik narsa bo'lsa kerak. Darvozaning kichik eshigi ochildi. Qurolliq ikki harbiy bilan saqchi formasi kiygan Uyg'ur Gundupay kelib, meni ilib kelgan saqchi bilan ikkimizni ichiga oldi. "Seriq siziq kelganda doklad deb vaqiraysan. Bo'lmasa harbiysini etib yutidi", dedi uning deganlarining chaqchaq emasligini biletdim. Simot maydondan o'tib, temir rishatkalik eshikning teshidagi rishatkani ichib, ondan yog'och eshikni ichib ichiga kirdik. Seriq siziq bor edi. Gundupayning askartishi bilan "Doklad" deb vaqirdim. Meni 801-nomerlik kameraga solidi. Boya kirgan eshikdan o'ngga burilganda saqchi ishxonasi bor edi. Shu yerdan so'lga burilgandan keyin temir eshikning ichidagi o'ngdan birinchi kamera edi. Men kirgan kuni men ismini bilmaydigan birining o'lim jazosini atisi ijro qildigan kuni ekan. Kenshuso degini tutib turish o'rni. Ammo bu yerda hukm qilinib bo'lganlarmi?
Hatto o'lim jazosiga hukm qilinganlarningmi bo'lishi meni hayron qoldirgan edi. Mening bilishimcha, Xitoyning jazolash sistemasida oldi bilan tutib turish o'rniga ilib beriladi. U yerni qisqartib qamoqxona deydi. Sotning qarori chiqarilgandan keyin turmaga yo'tkaydi. U yerda jazo muhlatini o'taydi. Balkim turmalar to'shib ketib, qamoqxonalardimi turmaga tava mahbuslar qamalgan bo'lsa kerak. Keyin bu haqdagi materiallar oshkorlanganda ularning javobiga erishishimiz mumkin. Mening ismim Batur, Atishliq. Men Shinjang komandasining chilishchisi edim. Burun Jungoga vakil bo'lib Qozog'istonga, Rossiyaga berib musobaqalarga qatnashgan. Guangzhoudagi biri pul berib turg'in devidi, uningga pul qarz berib turg'aydim. Kim bo'lsin, u go'y zahar sotadi ekan. Mening pulimni elib uzun bo'lmay tutilib qopti. Uni tekshirib mening pul avatganligimni bilib, meni zahar sodasiga desmay solgan deb tutib oldi. Dedi yo'g'on baslik, sal qaramtur, paldur ko'z kishi. Uning qandoq odamligiga baho bergim yo'q. U haqida unchalik ko'p uchurimmi yo'q. Ammo uning so'roq qilganda so'roqchilarga tayoqchi bo'lib berdiganligini o'z ko'zim bilan ko'rgan edim. Uning biligichilik kildigan yosh bolalarni rahimsizlarcha egiz ko'tirib yerga urganligini, gundupaylarning, so'roqchilarning uning mahoratidan tomosha ko'rgandek tayoq yeguvchiga masxirlik qilganligiga shohid bo'lgan edim. "Yiningda puling bormidi?" deb so'radi Batur. Men uningga ko'p emasligini dedim. U menga "Ming so'm bersang seni urganda yolg'ondan urman", dedi popuzliq talaffuzda. Dastlabda uni ko'rganda uning bastidan tomning bulungiga berib yoshirincha namoz o'tiganligidan uningga tug'ilgan hurmatim darhol uningdan yerginishga o'zgargan edi. Ota-onamning orqa ish qilishi bilan Batur tarafidan itilmayla u yerdan qutulib chiqdim. Ammo u yerda 10 kun jarayonda ko'rganlarim mening bir umr aslashimga yetadi. "Apa, men chet elga chiqib ketaymikin?" dedim opamga. Chet elga chiqish uchun ko'p pul ketadiganligini bilatdim. Mening xizmatga o'rinlashishim uchunmi oz jafo chekmagan edi opam. Atam kasal sababidan pensiyaga chiqqandan buyon opam atamning holidan xabar oladi. Oilamizning iqtisodi balkim mening chet elga chiqib o'qishimga bardoshlik berolmaydi. Mening qamoqdan qutulib chiqishim uchunmi 100 ming so'mdan ortiq orqa ish qilib ilib chiqqan edi. "Qandoq sizga undoq jiq pul degan? Bo'ldi qilsangizlar bo'lmamdi. Men hech ish qilmagan tursam", dedim opamga ichim og'rib. "Balam, sizni davlat bexatarligiga xavf yetkazish jinoyati bilan gumonlandik deb tutibdi. Uni yo'q qilmasak, sizning keyingi hayotingiz tugaydi", dedi opam menga raddiya berib. Chet ellik bilan do'st bo'lganga shundoqmi og'ir bir jinoyatga gumondor bo'lganligimga ishongim kelmaydi. Adolatning bunda qalaymaqon bo'lishini tasavvur qila olmaydim. "Mayli balam, bir amalni qilamiz. Siz tayyorlik qiling", dedi opam. Mening ingliz tili natijam bor edi. Maktab iltimos qilsamla bo'ladi. Maktabnimi chet ellik o'qituvchimning yordamida iltimos qildim. Amerikaga bormoqchi bo'ldim. Ammo men bilan birga rasmiyat o'tgan bolaning iltimosi rad qilindi. U to'liq o'qish mukofot puli bilan iltimos qilgan edi. Men aksicha to'liq o'qish mukofotiga erisholmagan edim. Chiqib ketishim kerak. Endi qanday qilishim kerak? Shu chaqda Tailanddagi Payab universitetiga tilshunoslikqa o'qishga tunishtirdi bir tunishim. Qabul qilindim. Tailandga yo'lga chiqdim. Musofirlik hayotim shuning bilan boshlandi. Yil beshidan boshlab hech plansiz holda 2017-yilning faoliyatchisi bo'lib qoldim. Dastlabki bir yilda qilgan ishlarim asosan yoshirin bo'ldi. Toki 2019-yilning oxiriga qadar alohizal 3 yil jarayonida ko'pni ko'rdim. Nurg'un ishlarga yo'liqdim. Nurg'un qitim o'z chekimdan eshishga majbur bo'ldim. Dastlabda opam tutilgan edi. U chog'larda sirtqa oshkorlamagan asosda Turpandagi munosabat to'rim orqali barliq mumkinchiliklardan foydalanib opamning ahvolini egalmoqchi bo'ldim. Turpanning yerlik munosabati xodimlari bilan aloqalashib, opamning ahvolini rasmiy kanallardan bilmoqchi, uni qutuldirmoqchi bo'ldim.
Eng yaqin sanagan do'stlarimmi mening bilan bo'lgan aloqasini uzishga majbur bo'ldi. Ularga biror ish bo'lib qilishni xolamaydim. Ularni to'g'ri tushundim. Apamlar turishliq rayonning aholilar komitetidagi xodimlarga, shu doiraga mas'ul soqchixona xodimlariga qancha qitimlab telefon urdim. Ammo erishkinim haqorat va kamsitish bo'ldi. Bardoshlik berdim. Keyincha ularning ovozini ilib olib, ularga qayta anglitib tahdid solganmi bo'ldim. Kishilik huquq organlari bilan aloqalashgan bo'ldim. Yelenskiy amnistiya bilan aloqalashganimda ular menga bundaq ishni anglamaganligini, mening Hong Kong bilan aloqalashishim kerakligini aytdi. Yüzlеген ilxatni medialarga, kishilik huquq organlariga avatdim. Javobsiz qolgan edi. Eng oxirgi qitim aholilar komitetiga telefon urg'unimda meni kamsitib, maqtanish talaffuzda bir Uyg'ur xodim: "Hey Sultak, chet ellik bo'lib olsang nima bo'pti? Noji bo'lsang bu yerga kela. Biz nima qilg'imiz kelsa qilamiz. Qo'lingda hech ish kelmaydi lata" degan tahdididan keyin oqibat otam turayotgan uyning isinishini 2017-yil qishda uzivatdi. Atamga telefon urg'unimda atam sovuqda titrigan holda, noiloj ovozda: "O'g'lim, sizga tegaydim, ularning chishiq tegmang" deb dedi. Bu atam bilan lagerga kirib ketishdan burun so'zlashgan eng oxirgi qitim shundoq nasihatni anglashim edi. Atamni sovuq uyga nazarband qilib uzoq o'tmay, unimi lagerga ilib ketdi. Shigitlik, o'g'illik g'ururim dafsanda bo'lgan edi. Uzun o'tmayla atamning, ya'ni atamning opasining sakratda yotganlik xabarini angladim. Chidab bo'lolmadim. U kuni Yelniskida edim. Mashina to'xtash maydonida ilojsizlikdan yig'lavatdim. Shu vaqtda atam sovuq uyda yotqanga yo'ginib putlarini alqanlari bilan isitib o'ltiratdi. Ömürlük hemrahining nima kunlarni ko'rayotganligidan xabarsiz. Kechalari yolg'izlikda tong atqizayotgan atam, salomatligi nacharlashgan, yosh turib qiyirliq yetgan atam sovuq uyda titrayotgan edi. Mashinaning derisini ichib qancha soatlab sovuqda qoldim. Atam sovuqda titrayotganda issiqda o'ltirish menga harom edi. Apamning qayerda ishganligini bilmay turib, apamni qutqizib chiqmay turib, kechalari uxlash menga harom edi. Ruhiyatimda og'ir buzilish bo'lmoqda. Yolg'izlik. Mening tuyg'umni biladigan biri yo'q holda, yolg'izlik meni qiynamoqda. İnsanning shundoq chaqda eng kutadigan narsasi tasalli emas, ulug'vor g'oyalar emas, balki yinida tura oladigan, og'zi him etilgan qalbni etishga tirishadigan biri bo'ladi ekan. Shundoq biri yo'q. Yolg'iz qoldim. Halol juptimmi uni berolmagan edi. Chunki u mening tuyg'umni his qilib bo'lolmagan edi. His qilolmaydi. U yaxshi ayol. Uningdan qusur izlaydigan hech yerim yo'q. Ammo ruhiyatimdagi yolg'izlikqa hech kim asrar bo'lolmadi. Bo'lolmaydi. Do'stim deganlarmi unda qilmadi, qilolmaydi. Chunki ularmi mening qanday bir ruhiyatda yashayotganligimni bilmaydi. Kulkamning, irodalik sirtqi ko'rinishimning orqada yoshiringan notivorligimni hech kim his qilmagan edi. "Ya atam bilan apamni qo'yivat, yoki bo'lmasa menga viza ber. Men berib onamga qarayman" deb vaqirdim Yelenskiy Xitoy konsuliga berib. Bilaman, hech ish qila olmaydim. G'azabdan put-qo'llarim titrab ketgan edi. Meni alqiniga ilib cho'ng qilgan onamning sakratda yolg'iz o'g'liga menga talmurib jon talishib yotganligini o'ylasam, hozirgi shu ahvoldagi ilojsizlikdan nima qilishimni bilmay, o'zimni shu qadar ojiz, shu qadar kuchsiz his qilmoqda edim. Yolg'iz farzand bo'lganligim uchun shuncha yillardan buyon o'zimni yoshirib, Xitoyning qora tizimiga tushib qolmaslikka tirishib kelgan edim. Chunki atam bilan apam yashanganda ularga qaraydigan mendan boshqa biri yo'q edi. Chunki men ularning birdan-bir farzandi, o'g'li edim. Ularning yeshi cho'nglayotgan edi. Salomatligi nacharlayotgan edi. Apam o'sma sababidan operatsiyaga tushganda yeniga bora olmagan edim. Dadam rahmatlik, atamning otasi tugab ketganda uning tavitini ko'tarishga bora olmagan edim. Meni alqinida beqib cho'ng qilgan shu suyumlik dadamni
Әң ağır qitim ko'rish manga nisib bo'lmagan edi. Atamning salomatligi yaxshi emas edi. Atam bilan opamga farzandlik burchni ado qila olmaslikdan qo'rqatdim. Sening ota-onang yo'qmi? Atam sakrat yotidi. Uni oxir qitim ko'rib, tavutini ko'tarib olsam, meni nima qilsang mayli, deb vag'irdim. Konsulxonaning viza bejirdigan o'rniga kirib, Finlandiya pasportini uning tanglab, meni ko'rib pasportimni ilishni rad qilgan Xitoy xodimiga ilojisiz edim. Nima qila olaydim? U qadar ilojsizlikqa hech zamon duchor bo'lmagan edim. Ammo shu chaqda shu qadar ilojsiz ekanligimni his qildim. Manga viza bermaydiganligini biletdim. Ammo shundoq bir kichik umidda borgan edim. Qo'llarim bog'langan holatda saqchi mashinasining orqaga ikki baslik saqchi tarafidan besilib ilib ketildim. Shu chaqda o'lishnimi xiyol qildim, ammo foydasi yo'qligini biletdim. Meni Xitoy konsuliga besib kirdi deb xuddi kinolardagidek tik uchar aeroplan, qurolliq va qalqonliq mashinalar, dubulga savutli qurollangan saqchilar kelib, Xitoy konsulining oldini qo'rshib olgan ekan. Qo'lim orqadan bog'lanib, mashinaga ilib chiqildim. Ko'zlarim qon edi. Ilojsizlikdan yerilib ketaydigan edim. Meni sulimidi. Oldimga qahva va piraniklarni qo'yib turib, chiroyli so'roqdan keyin qo'yib berdi. Menga hech qanday jinoyat turg'izilmadi. Chunki hech qanday bir ish qilmagan edim, qila olmaydim. Uyg'urga xos noilojlikqa menmu giribdor edim. Shuningdan keyin konsulga viza berish uchun qat-qat tekshirishlardan o'tadigan bo'ldim. Uzun o'tmay onam tugab ketdi. Bir qancha Uyg'ur do'stim keldi. Fillar keldi. Yahudilar keldi. Hatto siganlar keldi. Dinsizlar, xristianlar keldi. Ammo mening Uyg'urlarim kelmadi. Chunki Helsinkiga 60 kilometr keldigan yerda o'tiratdim. Yo'l ularga uzun kelgan edi. Mayli to'y bo'lsin, o'lim bo'lsin, men qolmagan edim. Qo'limdan keladiganni qilgan edim. Ammo beshimga musibat tushganda yolg'iz qoldim. Keyin o'z akamdek cho'ng bo'lgan Navra akam qazo qildi. O'xshashla hech kim kelmadi. Kelganlar ko'nglimni og'irtib ketdi. Yaqinlarimdan to'tini uzutib qo'ydim. Hech qaysining tavutini ko'tarish nisib bo'lmadi. Musibatda yolg'iz o'rmonlarda kezib, tog'larga chiqib, vaqirab, so'g'uq dengizga o'zimni itib, usib o'tkazdim. Shunday qilib, bugungi kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.